Bir paytlar Real Madrid akademiyasida o'ynagan va ayni vaqtda bu jamoaning kushandasiga aylanishga ulgurgan Julian Alvarez endi Barselonada. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Ha azizlar, xato eshitmadingiz. Barselona argentinalik yulduz bilan shaxsiy kelishuvga erishdi. Bu haqida ishonchli manba El Chiringuito xabar berdi. Tomonlar bitimi yozda jahon chempionatidan keyin davom etadi. Endi esa klub bilan kelishish qoldi. Yuqorida Julianni nega Real kushandasi dedim. Sababi Julian faoliyatida Realga qarshi 7 ta uchrashuvda 5 ta gol urib, raqiblarni hayratda qoldirgan futbolchi hisoblanadi. U oxirgi o'yinda Realga bitta penaltidan, bitta jarimadan super gol urdi. Realchilar buni yaxshi eslaydi. Kataloniya klubi uni 2026-yilda hujum chizig'ini kuchaytirish uchun olib kelmoqchi. Alvarez Atletico Madridda Simeone tizimida ba'zi noqulay pozitsiyada o'ynashi tufayli to'liq imkoniyatini ko'rsata olmayotgan edi. Lekin Barselonada u to'liq yulduzga aylanishi mumkin. Shu bilan birga u o'zi ham Barselona muxlisi bo'lganini yashirmaydi va kelajakda u Kataloniyaga o'tish istagini bildirgan. Agar transfer amalga oshsa, Barselona hujumida Real kabi raqibga qarshi kuchli qurolga ega bo'ladi va Alvarez muxlislarni yangi davr bilan hayratga soladi.